İctimai uçur vasitalarida tarqalgan senlarda Xitoyning Uyg'ur o'smirlarini harbiy tuzumda tarbiyalayotganligi ko'rsatilgan bo'lib, bu vaqtda andisha va diqqat qo'zg'amoqda. Lager shohidi Zumrat xonim 12-iyul hambaxilgan senlarda ko'rsatilishicha, Xitoy rejimi boshlang'ich maktab yoshidagi Uyg'ur o'smirlarini bir tutash harbiy forma kiydirib, harbiy tuzumda tarbiyalagan. Bolalarning yoshiga mos kelmagan holda qattiq harbiy tuzum bilan boshqarilgan bo'lib, har bir senda bolalarning yig'i ovozi anglanib turadi ekan. Senlarda ko'rilgan Xitoycha xatlarda atalmish Xinjiang Urumchi deb yozilgan bo'lib, mazkur bolalar harbiy lagerning Urumchida ekanligini ko'rsatmoqda. Echinishli yeri shuki, mazkur lagerda qizlarmi bor bo'lib, ota-onasining yonida turib o'sib yetilish mezgildagi qiz bolalarmi harbiy lagerda Xitoy boshqaruvchilari oldida doklad qilish, yuqori ovoz bilan qasam berish qatorliq ishlarga majburlangan. 13-iyul kuni Berlindagi Mercator Xitoy tadqiqot institutining sohibxonligi bilan Germaniya parlamentida o'tkazilgan yig'inda Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonim Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasini e'lon qilgan. 13-iyul kuni soat 12 dan 11 dan 15 ga qadar davomlashgan bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyi Berlin ishxonasining mudiri G'ayir Qurban to'ri orqali qatnashgan. Buning bayon qilishicha, Uyg'urlar masalasi Germaniyaning bu qatimli Xitoy strategiyasida muhim o'rinni egallagan. Germaniyaning Xitoy strategiyasida Uyg'urlar to'g'risida mundaq iboralarga o'rin berilgan. Kishilik huquq universal bayonnomasida adolat va erkinlikning barliq insonlarga taalluq ekanligi aniq o'tirib qo'yilgan. Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarimizda biz kishilik huquqqa bo'lgan hurmatning kafolatga ega bo'lish uchun tirishchiligimizni davomlashtiramiz. Bu konkret hodisalarni o'z ichiga oladi. Bo'libmi Xinjiangdagi Uyg'urlar uchrayotgan og'ir darajadagi kishilik huquq tafsirchiligini. Bu vaqtda BDTM doklad e'lon qildi. Tibetning vaziyati, Hong Kongning vaziyati, etnik va diniy jamiyatlarning hamda kishilik huquqni qo'g'dovchilarning vaziyati ko'rinarli nacharlashgan. Neftga boy dengiz qo'ltig'idagi davlatlar Amerika bilan bo'lgan uzun muddatlik bexatarlik sheriklar munosabatiga bo'lgan andishasining kuchayishiga ergashib, Xitoy bilan bo'lgan aloqasini kuchaytmoqda. Bloomberg to'plagan sonliq ma'lumotga qaraganda, dengiz qo'ltiq shirkatlarining Xitoydagi sotilish va mablag' solish qiymati o'xshash mezgildagidan 10% eshib, 5 milliard 300 million dollarga yetgan. Sonliq ma'lumotlarga qaraganda, bu yil bu xil savdo soni jihatda tarixdagi eng ko'p saviyaga yetgan. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti Tashqi ishlar ishxonasining mudiri, sobiq Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Jakartada Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell bilan ko'rishgan. Wang Yi ko'rishda Xitoy bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida tubdan foydalan to'qinishi yo'qligini, har ikki taraf ko'p taraflamalikni tashabbus qiladiganligini, dunyoning ko'p qutblashishi va xalqaro munosabatning demokratiyalashishini qo'llaydiganligini, shundaqla xalqaro tuzumda Birlashgan Davlatlar Tashkilotini yadro qilish kerakligini da'vo qilgan. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi Yapon dengizida Shimoliy qism birlashma manevri 2023 nomli birlashma manevr o'tkazilganligini e'lon qildi. Xitoy doiralarining bildirishicha, Rossiya qurolli qismlari bilan Xitoyning yillik hamkorlik planiga asosan Rossiya armiyasi, Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi va Xalq ozodlik armiyasi jang qo'mondonlik shtabi o'tkazgan birlashma manevrga qatnashadigan. E'lanishicha, Rossiya manevrga qatnashish uchun quruqlik va dengiz armiya qismlarini avatadigan. Shimoliy Atlantik ahdiyat tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Xitoyning 2035-yilga borganda 1500 dona yadro o'q beshiga ega bo'lganligini, hamda ularning Shimoliy Amerika va Yevropaning hamma yeriga yetib bora oladigan boshqariladigan bomba bo'lganligini aytdi.